bosh to'lovini mayda chuda qilib o'tirmay $1200 bilan berib yuboraman. Hamma rasxod ichida. Bormi menda arzon qilib beradigan bosh to'lovini? Vizov Respublika 25 bez probek teshilmagan jigarlar, teshilmagan. $1200. Avtomat korobka. Endi o'zi staylni gapiraman. Saylar enasini ko'rsin aka. Ko'rsatamiz enasini. Qizim buni ushlab tur. Stayllarimizda 3 yilliga $1,500 bilan olib ketsinlar. 1,5 million. Yana nima deyay? Masla Cobalt. 13.9, 13-14% sumovoy kredit. Valyutini ham sindirdi mana. Ha, mana valyutni deb yurasizlarmi? Mana stayllarimiz. Agar diskasi boyagi Xitoy diska qo'yilgani kerak bo'ladigan bo'lsa, yana $200 arzon qilib beraman. Bosar tusarini bilmay qolib, mendan tekini yo'q deb turib katta gapiradigan, o'zini ko'pirtirib yorib gapiradiganlarga tegishli bu. Oqlarimizni Naqdga. optimiga qo'yamiz. 20 ta Gentra qo'yaman. Mana do'stlar, 20 ta Gentra. Mendan arzoni bo'lsa o'zim sotib olaman. Naq pulga $13,600 dan qo'yaman. Top-toza radnoy 32 ming yurgan 23. Ana yerda turib, internetda turib, mendan arzoni yo'q, mendan tekini yo'q, men bepul beraman, men xalq uchun ishlayman degan gaplar amakijon bitta qissa aytib bering deganga o'xshab qoladi-da. 20 ta oqni 1,5 ming bilan qilib beraman. Hozir mana ba'zi joylarda valyutni o'zi 15%, 8% dan deb turib reklama qilishyapti. Yillik aylanmasi 8% dan tushadi. Biz ham aytishimiz mumkin, buni yillik foizi aylanmasi agar mana 1,5 ming, 2,5 ming to'laydigan bo'lsa, yillik foiz aylanmasi 13-8% dan. 13 yarim. 14 ga ham bormaydi. Sumovoy kreditimiz 13-8% dan. Valyutning yana yomon tarafi nima? Firmaga oformit bo'ladi. Через firma bo'ladi. 6 oy firmaga sotgan odamlar klient noto'g'ri tushunib qolmasligi uchun, siqilib qolmasligi uchun tushuntiriladi-da, 6 oy sotgan odam tarafdan отчет topshirib turiladi. 6 oydan keyin ana bechora odam bir buxgalter ushlab, buxgalter topib, o'sha firmasini отчетini har oy topshirtirib turadi, unga pul to'lab turadi. Buxgalterga. Uni bosh og'risi juda ko'p. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aka-uka, opa-singillarimiz. Mana xudo xolasa bugun 31-may 2025-yil navbatdagi mana obzorimizni mana sizlar uchun xudo xolasa boshladik. Chiroyligini o'tirib olasizlar. Kayfiyatni ko'tarib olib turib ishni boshlaymiz xudo xolasa. Mashinlarimiz haqida ma'lumot beramiz, narx-navolari haqida, bo'lib turgan narsalar haqida, barchasi haqida ma'lumot beramiz. Endi mana ukalarim men uchun savol-javoblar tayyorlab qo'ygandirsizlar. Sizlar men bilan bor-ku, tortishlaring kerak-da. Aka, bozorda paloncha pul desalaring, meni jahlim chiqib boshlayveradi. Aka, mana palonda tekin turibdi desalaring, meni yana jahlim chiqadi. Men aytaman-ku, любой joydan grafika olib kelinglar. 100-200 kamiga bermasam, o'sha mashinani $1000 kamiga berib yuboraman. So'zim so'z. Jahli chiqaramiz bo'lmasa aka. Jahlimni chiqaringlar sizlar. Sizlarni bitta asab chiqarib nima tushiradigan dorilardan tanlab qo'ying aka. Bor. Bizda har doim xudo xolasa Dimidrol bor. Dimidrol bor. Как положено. Hormanglar aka, yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Sog'lik yaxshimi? Charchamaygina. Aka aytilganday bermasa, mana shu yerga mana primo ketyapti. Mujik сказал, mujik сделал degan gap bor. Aytilganday beriladi. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar aka? Sog'lik yaxshimi aka? Tinchmisizlar? Charchamaysizlarmi ukajon? Qayerdansiz aka? Qayerdan? Hamashira. Joningiz sog' bo'lsin aka. Yaxshi niyat qilib kelgan bo'lsangiz, Allohim niyatingizga yetkazsin. Zoirjon qaraysan, ko'nglingizdagidek qilib beradi. Qilib bermasa menga uchrashasiz. Kelishdikmi akajon? Joningiz sog' bo'lsin. Demak, aziz yurtdoshlar, savollar bormi? Yig'ib qo'yibsizlarmi ish qilib? Quturtiradigan savollarni? Bor, topamiz savollarni. Mobodo YouTube kanalimda baribir avtokreditchilar ko'radi. Halol ishlab o'tirgan, o'zini ishini bilib o'tirgan aka-ukalarimizga tegishli emas. Bosar tusarini bilmay qolib, mendan tekini yo'q deb turib katta gapiradigan, o'zini ko'pirtirib yorib gapiradiganlarga tegishli bu. Agar bir 30 ming, 50 ming dollarga azob bo'lgilari kelsa, bir xalq haqiqatdan ham sevaman desa, men bir 30 ta Cobalt olib chiqsam, 30 ta. Mayli, bir 30 ta Cobalt, xolasa 10 ta Damas, 10 ta Gentra olib chiqamiz. Xo'p. Polyaga xalqni qanday qilib mendan arzon berar ekan, o'shani bilib olardik. To'g'ri emasmi?
ana yerda turib, internetda turib, mendan arzoni yo'q, mendan tekini yo'q, men bepul beraman, men xalq uchun ishlayman degan gaplar amakijon bitta qissa aytib bering deganga o'xshab qoladi-da. Mard bo'lsang maydonga chiqdim deb turib bekorga aytmaydi. Biz mashinalar bo'yicha maydonga chiqamiz. Mashinalar bo'yicha narxini bahslashamiz. O'zi shunaqa bir joy qilish kerak-da, o'zi aslida. Bahs qiladigan, hamma bir-biridan arzon bera oladigan joy qilib qo'yish kerak-da. Shunaqa aka. Men aytmoqchi bo'lganim nima? 50 ta mashina olib chiqamizda, masalan, 12,5 ming dollardan sotilib turgan Cobalt'larni men aytaman o'sha yerga 12 mingdan qo'yib beraman deyman. Naqdga ham. Naqdga. U odam aytsin, mard bo'lib, Rahmonali men 11,900 dan qo'yib beraman desin. Keyin o'sha yerda akuka bo'lib kelishaylikda, xalq maza qilsa, men ham 11,900 dan qo'yib berayda. Yo 11,800 qo'yib beray. Do'stlik g'alaba qozonsin. Do'stlik g'alaba qozonsin-da. Xalq maza qildirish ana shunaqa bo'ladi-da. Chekkada turib, ana u gapirib o'tirganda nima foydasi bor? Bir ko'raylik xalqni kim maza qildirar ekan. O'shanda bir xalq maza qilganini biladi-da. Bozorda masalan 12,5 minglik mashinani 12 mingdan olsa, o'sha maza-ku. To'g'rimi? 7,5 minglik, 7600lik Damas'larni 7 mingdan bersak. Ha, jigarlar, nima deysizlar? Bir maydonga chiqaylik, bir 50 ta mashina olib, o'shanda ko'ramiz xalqni o'ylaydigan kim ekanligini, o'shanda bilib olamiz. Mana katta gapiradigan mashinchilarga vizif mana aka. Bir yomon niyatimiz yo'q. Xalqni bir maza qildirish, aytayotgan bo'lishlari mumkin, bir 40-50 ming dollar turtib turibdimi deb turib, 40-50 ming dollarga a'zo bo'lish men uchun hech narsa emas, yurunda. Internetda emas, maydonga chiqish kerak. Конечно, internetda u karib. Конечно, u gap bo'laveradi. Borgandan keyin odamlar sarson, borgandan keyin ish bitmaydi. Ish bitmasa, mana yerda meni xonam. Kirsin xonamga. To'g'ri. Aytilganingizdek qilib berilmayapti YouTube'ga deb turib, kesinlarda menga mana Instagram'da profillarim bor, YouTube bor. Kesinda mana o'sha qanday aytilgan bo'lsa, o'shanday qilib bermasam, men bekorga o'tiribmanmi bu yerga? Bir xil odamlar, masalan 3 yillikda aytaman-ku, yoki 5 yillikda aytaman. Bosh to'lov palon pul deb Toshkent shahar, Toshkent viloyatiga deyman. Keyin 9 ta viloyatga deyman, bosh to'lov ko'proq chiqadi deyman-ku. Viloyatdan kelib ba'zi bir, endi hali unaqa bo'lgan yo'q, lekin o'shanaqa odamlarni ham ko'rdim, negativ fikr bildirgan, ongi to'g'ri tushunmaganda, noto'g'ri tushunchasi bor. Siz deydi, $1000 bilan beraman dedingiz-ku deydi. Xo'p, propiskangiz Toshkentmi deyman. Yo'q deydi. Qayer desam, propiskam Samarqand deydi. Yoki Buxoro deydi, yoki Navoiy deydi, yoki Surxondaryo deydi. Xo'p, 9 ta viloyatga alohida narx aytganman-ki, unisini biz bilmaymiz deydi. Videoni yaxshi ko'rmagan. Ko'rmagan. Videoni shu boshini ko'rganda bo'ldi. Ko'rib kelavergan. Ha. Toshkent shahar, Toshkent viloyat degan joyni ko'rgan. O pastda gapirib o'taman-da. O'sha uchun unaqa negativ bo'lib qolish mumkin emas. Keyin biz narxga sotilgan mashinalarga misol gastinsa qilib bermaymiz. Chunki o'zi narxga sotilganda zarariga sotamiz. Faqat avtokreditga sotganimizda bitta mashinadan $300-400 pul qoladi. To'g'risi, 500 ham qoladi, 600 ham qoladi. Ba'zi mashinalarda arzoniga ham beramiz. Kerak bo'lsa zarariga ham sotiladi. Zarariga, masalan, naqdga biz zarariga sotamiz. Keyin bosh to'lov kamroq bo'lgan mashinalarda ham misol bitta yarimtasini agar zararga qo'yib yubormasak, atak qolgan pulimizni bankdan yechib olamiz. Bu avtokreditchilar hech qaysi zararga ishlamaydi o'zi aslida, aka. U men har zamonda bir quturib qolamanda, jahlim chiqsa 300 dan kam bo'lsa 10 ta mashinga, 15 ta mashinga nima 3000, 4000 demanda bosib yuboraman. Ovozi chiqmay qolsin deyman-da. Bunaqa kommentariy yozishyapti-da, bordik, bunaqa narx yo'q ekan. Demak, shular bo'ladi. Ha, u ba'zisi o'sha tushuncha to'g'ri tushunchasi yo'q. Men bekorga bosh to'lovda aytamanmi? Bekorga Toshkent shahar, Toshkent viloyat deb og'zimni ko'pirtirib mana yerga gapirib yotamanmi? Bir gapni to'g'ri tushuna olish kerak. Gapni to'g'ri tushuna olmasa, ayb bizda emas. To'g'risida. Kesin mard bo'lsa, mana sen aytgandek qilib bermading deb turib, o'sha videoni ko'rsatsin. Keyin videoni ham 6 oyligini emas. Har safar chisto aytaman. Mana bugun 31-may, amal qilish. 5-may, 6-maygacha shunday qilib beraman. Bir hafta.
Shunday. iyun 5-6 kun, bir hafta aytgan narxim bo'yicha ushlab tura olaman. O'zimda chunki 100 ta, 120 ta moshin bo'ladi. Bir haftamga yetadi. Ha. Lekin bir haftadan keyin misol nima bo'lishini men ham bilmayman. har xil o'zgarib Ha, endiki tushib ketishi qiyin. Endi ko'tariladi, tushmasligiga 100% kafolat beraman. Narxlar qaytishni boshladi bo'lmasa yana. Ha. Yo'q, o'zi narxlar qaytib bo'ldi-da o'sha. Qaytib bo'ldi o'zi. Zakonni qaytdi. Gentralar 13,5 ming bo'lib turibdi, misol. Endi 8 mingga, 7 mingga 23 gentra bermaydi-ku. To'g'rimi? Lekin odamlar har Yetarlicha tushgan. Yo'q, tushmaydi. U tushadini kutib o'tiraversa, yana bir 2 yil o'tsa, buni o'zini narxi tushadi-da. Moshin tushmaydi. 30 ming yurgan moshin 100 ming bo'lgandan keyin narxi tushadi-da. urilsa Ha, bitta krilosi, bitta eshigi ketsa, bir yon boshi ketgandan keyin 10 ming bo'lib qoladi-da buning narxi. O'shanda tushadi. Normalniy moshinda hurmati bor, obro'yi bor, akkuratniy moshinda narxi tushmaydi. O'sha tushib bo'ldi. Zakonni tushdi. tushgandan keyin sraz bir oy o'tmasdan $2000 razza qilib ketdi, bilasiz. Ha. Xuddi shunaqa bo'lishi ehtimoli bor. Xo'p, bugungi bonusli videolar boshladikmi aka bo'lmasa? Boshladik. Har yangi video Aka chiqqanda aytganingizda bermasa, meni oldimga uchrashasiz. Optimmi aka, Optimga ketaveradimi? Optimga qo'yib yuboramizmi? optimga so'rang Endi qarang, qoralar sal boshqacharoq. Endi dona yarashmaydi Oldi, aka. orqa kriloda pitnosi bor. Qarang, oldi, orqa kriloda pitno bor. aytilyapti Xo'p, Aytilyapti. 2023 aka. Ba'zi joylarga borsangiz, bironta mashinada kraska pitno yo'qda. Men o'ylab qolaman-da, shu kraskasi pitnosi bor mashinalar faqat mendanmikan deb qolaman deb o'ylanib. Ular qayerdan olar ekan toza mashinani? Top-toza mashinani faqat ular toza mashin sotadi. Nimaga ularda kraskasi yo'qmikan deb qolaman-da. Prosta ularda aytilish shunaqa bo'ladi-da. Chaqirib olish uchun shunaqa. Kraskasi bor, ichiga o'tmagan dedi. Bunga Ha. nima deysiz? Kraskasi bor dedi, ichiga o'tmagan dedi. Uni o'zini buni kapotdim deb ochsang ham ko'rinadi, ichiga o'tganmi, yo'qmi, o'zi bilinadi. U kraskasi borligini qog'ozga o'rab qo'yish shart emas. Ko'nglingni to'q qilgin. Bu kraska bor degani mashinga ishisa qilmagan degani emas. Yo'q, kraskasi bor degan mashinda haydasa bo'ladi. Muammosi yo'q. Lekin narxi u kraskasi yo'q mashin bilan tenglashtirib bo'lmaydi-da. Arzonroq bo'ladi. Arzonroq bo'ladi. 23-49 ming yurgan. Buni qancha bilan chiqarib beramiz aka? 9 ming yurgan. Propani bor, benzinda ekan. Bu mashinning narxi naqd pulga bo'ladigan bo'lsa 13.800 ga olib ketsinlar. 23 ta. 23. 13.800. 13,5 mingdan bor degan karillaganlar bo'lsa olib ketsin olaman. To'g'rimi Zoir? nechta bo'lsa 3600 dan olamiz tozasi bo'lsa. Tozasi bo'lsa 13.600 ham olamiz. Olib kelasizlar olamiz. Propani ham bor ekan, bor. Propani ham bor. Bu avtomashinamizda xo'p, plus minus qilmaysanmi? Bularni ko'rib minus qilaverasiz. To'g'ri qo'ying. Ha, bo'ldi. Bu mashinamizni 9 ta viloyatga mana aytib turibman, 2700-2600 bilan qilib beramiz. Bor 2,5 ming bilan qilib beramiz. 9 ta viloyatga. Bosh to'lovi, oylik to'lovi 5 million 400 ming so'mdan tushadi. Ana do'stlar. Mana hamma narsasini aytyapman. 9 ta Agar viloyatlik. Toshkent shahar, Toshkent viloyatiga bo'ladigan bo'lsa, bosh to'lovim kamroq edi aka, oylik to'lov balandroq bo'lsa ham mayli bir 400 ming, 300 ming desa, bosh to'lovini 1,5 ming bilan olib ketsinlar 3 yilga. 1,5 ming dollar. 1,5 ming bilan olib ketsinlar 3 yilga. 3 yilga. Endi shuni ikkalasi ham bitta bankdan chiqyaptimi aka? Yo'q, ikki xil bankdan ikki chiqadi. xil bank. 1,5 mingdan chiqadigan misol boshqa bankdan chiqsa, 2,5 ming bilan chiqadigan boshqa bankdan chiqadi. Boshqa bank. 1,5 ming bilan chiqadigan bank bu boshqa viloyatlarga bermaydi. Faqat Toshkent shahar, Toshkent viloyatiga beradi. 2,5 ming bilan chiqadigan va bank 9 ta viloyatga beradi. Plus vodiyga beriladi. Vodiyga faqat boshlanish to'lov 20% bilan beriladi. Mana shu mashin misol vodiyga 3,5 ming bilan chiqadi. Bosh to'lov ko'proq bo'ladi. Bosh to'lov kamroq, lekin oylik to'lov kam bo'ladi. Oylik to'lov Oylik zo'r to'lov chiqadi. vahshiy arzon chiqadi. Bosh to'lov ko'p to'lagani bilan oylik to'lov vahshiy arzon chiqadi. foizlari qanday bo'ladi Foizini masalan qisqacha qilib aytaman. Hozir mana ba'zi joylarda valyutning o'zi 15%, 8% dan deb turib reklama qilishyapti. Yillik aylanmasi 8% dan tushadi. Biz ham aytishimiz mumkin, buni yillik foizi aylanmasi
Agar mana 1,5 ming, 2,5 ming to'laydigan bo'lsa, yillik foiz aylanmasi 13,8% dan. 13 yarim. 14 ga ham bormaydi. Sumovoy kreditimiz 13,8% dan. Bu Aylanmasi. yillik aylanmasi shunaqa. Ha. Ya'ni masalan 100 million so'm qarzingiz qolsa, Aha. 3 yilga 42 million, 41 million pul minadi. 3 yilga. 3 yilga. 3 yilga bo'ladigan bo'lsangiz, 1 yilingizga demak qanchadan? 14 million, 13 milliondan tushadi. 13,5 million atrofida. 13,5 million atrofi tushadi. Ha. 100 millioningizga 13,5 million hisoblanadi. Bu ya'ni 13,5% tashkil qiladi. Bu valyutni bilan bir xil qolyapti. Ha, pasti bir xil bo'lib turibdi, 2.15, 1.30 bo'lib turibdi. Valyutani ko'tarilish hisobi bilan so'mda inflyatsiya bo'ladi. Bu tomondan so'mda o'lish qudrati bo'ladi. O'shani hisobiga hozir данный moment so'mda olganlari yaxshi. Valyutning yana yomon tarafi nima? Firmaga oformit bo'ladi u. Через firma bo'ladi. 6 oy firmaga sotgan odamlar klient noto'g'ri tushunib qolmasligi uchun, siqilib qolmasligi uchun Ha. tushuntiriladi-da, 6 oy sotgan odam tarafdan отчет topshirib turiladi. 6 oydan keyin ana bechora odam bir buxgalter ushlab, buxgalter topib, o'sha firmasini отчетini har oy topshirtirib turadi, unga pul to'lab turib. Buxgalterga. Buxgalterga. Uni bosh og'risi juda ko'p. Oldingida biz qilib berganda yatita orqali misol qilinganda yatita mana yopib qo'yildi, yotaveradi muzlab. O'shanday holatda bo'lganda unda misol yatita orqali olsa bo'lardi valyutni. Biz qilib berganmiz 13% edi, unda yillik aylanmasi 7% dan tushardi. 7% edi. 7% dan tushardi. Ha, u sindirib yuborganman. 3 kunda 230 ta 223 ta mashina sotganman. 3 kunda. Uni uxlab tushiga ham undaqa ob'yomni hech kim qilib bera olmagandi. Respublika bo'yicha 3 kunda 223 ta mashina sotganman. Bu rekordni hech kim buza olmaydi. Hali qilmagan hech kim. Qilmagan hech kim. Biladim, mujiklar mana meni taniydiganlar, men o'sha vaqtda valyutni vaqtida o'shanaqa o'tkazib qo'yganimda biladigan odamlar bor. O'sha ham tan olgan odamlar ham mujik odamlar bo'ladi. O'sha payt olganlar yaxshi ekan. Ha, tekin olgan Damaslar $180 dan to'lov. Ha, chiqdi. 180. 160 olib ketganlar. Yana ochilish ehtimoli bormi aka? Ya qiyin endi, uni Xudo biladi. Gentralar $330, $340 berilgan. Top toza gentralar. Mana o'zini mashina ham $200 berilgan Nexia 3. Valyutniga to'laydi. Valyutniga o'ziga qilib berganman bolamda. To'g'rimi? Necha pul? $200mi? $190 dan mana shu SMMchi bolam bo'ladi. Ke bolam, seni ham YouTube'ga chiqarib qo'yay. O'zing shuncha mehnat qilasan-da. Video Mana shu ortida. bolam maktab o'qib yurgan vaqtidan beri, to'g'risini aytsam, maktabdan qochib kelardi. Ha, 1 soat o'qiydimi, yo'qmi? 1 kun borsa, 2 kun bormasdi. Chunki o'zim ham o'qimaganman-da. Ha. Men bularga aytarim, bolam, o'qib nima qilasan derdim-da. Mana 2 yildan oshdi yonimda, 3 yil bo'ldi. SMM bo'yicha mana shu Instagramimda shu bola yuritadi. YouTube'larimizga ham o'zimiznikiga shu bola qo'yadi. Mana hozir Xudoga shukr, yoshi 20 yoshda. Buni yoshida o'sha bolalar hali o'ylanib yuribdi, nima ish qilsam ekan deb. Nexia 3 bor. Bosh to'lovini o'zim sovg'a qilganman. Mana aytsin, 7 ta bolaga qilib berganman. Oylik to'lov $190 dan oyligidan to'lab yuribdi bola. O'sha mana 1 yil, 1,5 yil o'tdi bolam. 1,5 yil o'tdi. Endi yaxshi ishlagani uchun bolamni mashinani sotib, Nexia 3ni men o'zim Gentra qilib bermoqchiman bunga. Gap yo'q. Yaxshi ishlagani uchun. Ha, yaxshi ishlagani uchun. Bu yaxshi bolam meni bu. Omadini bersin. Oqlari bo'lmasa narxi qanday? Sal arzonroqmi? Oqlarimizni Naqdga. optimiga qo'yamiz. 20 ta Gentra qo'yaman. Mana do'stlar, 20 ta Gentra. Mendan arzoni bo'lsa o'zim sotib olaman. Naq pulga $13,600 dan qo'yaman. Top toza radnoy 32 ming yurgan, 23 luklarigacha bor. 4 ta yumshoq baloni nima deyapti? Jigarlar, vah ha ha ha. Mana 4 ta yumshoq baloni, jigar. Endi qarang mana unda. Magikar Pulti. Mafonlari bor. Mashin mana pulti ham bor jigarlar mana. Magikar pult. Tonirovkasi ham bor mana. Start hisobi ham bor ekan. Mashin shikallab turibdi mana. Biz ana masta demaymiz. Aha. To'g'risida. Mas.
Bu mashinamiz 32 ming kilometr yurgan 13600 ga olsinlar. Eng ko'p yurgani qancha hozir? 13,5 mingdan qarilaydiganlar bo'lsa olib kelsam olaman. Nechta? Top toza 100% javob beraman. Kraska yo'q deb bersam, 3 kun ichida borib tekshirtirasizlar, kraska chiqsa, kraska yo'q deb berilgan bo'lsa, mana informatsiyada aytib o'tyapman. Qancha tushiramiz? $1000 kamiga beraman. $2 arzon. 1000 2000 kamiga beraman. 2000. Nima bo'lsa bo'lsin xalqqa bo'lsin. Mashina berib yuboramizmi odamlarga bo'lsa? Yo'q, bolam. Mashina tekinga berib Xom yubormaysiz. istemgan banda-da bolam. Mana shu yerdan chiqib qolsa-chi, mana shu yerdan. Mana shunday joydan. No'xatda ya. Nuqotday joyidan chiqib qolsa, mana sen yo'q deganning kraska, mana shu joyga kraska tegizilgan ekan deb qolsa-chi. Berasizmi $2000 shunda ham? Ha? $2000 beraman. Kraska yo'q deb turib kraska bo'lsa mashinada. $2000. Ha, radnoy kraskasidan tashqari boshqa joyda kraska chiqadigan bo'lsa, $2000 kamiga beraman. Bamperlar hisobga olinadi. Bu mana bu fir hisobga olinmaydi bu. Bu plasmas. Mana bu narsalar mehmon bu. Kapot, krilo, eshik, arqa eshik, bagaj, kirisha bular hisobga kiradi. Plasmas narsalar, bakovoylar hisobga kirmaydi. Xuddi shunaqa. Bu mashinamizda bosh to'lovi 9 ta viloyatga bo'ladigan bo'lsa, vodiydan tashqari 2,5 ming bilan chiqadi. $2,5 Ha. Oylik to'lov 5,4 ming so'mdan. 32 ming yurgan top toza narsa. Nechta qo'yamiz? 20 ta qo'yaman. 20 ta. 20 mingdan boshlab 60 minggacha yurgan jentralarimiz 20 ta qo'yaman. 9 ta viloyatga 2,5 ming bilan. Vodiylik aka-uka jigarlarimizga 3800, 3,5 ming bilan chiqadi. Oylik to'lovi 5,4 ming so'mdan tushadi. Toshkent shahar, Toshkent viloyatda akalarimizga bo'ladigan bo'lsa boru, ularga 1800 bilan qilib beraman. 20 ta jentra. $800 bilan. Hamma rasxot ichida. Bir jahlingiz chiqsin aka shunga. 1700 bilan qilib beraman. Yana bitta chiqsa aka. Aka, unaqa qilmaydi endi. 7 ni yomon ko'rmayapsan. Yo, 6 ni yomon ko'rasiz. Oltini yomon ko'raman. 1700 bilan qilib beraman. 1700 bilan. Hamma rasxot ichida. Toshkent shahar, Toshkent viloyatiga 1,5 ming bilan qilib beraman. Bo'ladimi? Hamma rasxot Ketdi ichida. do'stlar mana. iPhone'da puliga. Bir telefonni puliga. 3 yilligini aytyapman, 1,5 ming bilan. Kelib olib ketaversinlar. Hamma rasxot ichida, hammasi 23, hammasi avtomat korobka, hammasida lyuki bor. Abezi bor, hamma narsasi bor. Faqat ikkita qanoti yo'q. Uchmaydi deb. Uchmaydi. Videoni kim birinchi ko'rib kelsa, pravi ekanlarni tanlab olaver ekanda. Tanlab olsin. Kraskasi, pitnosi bori ham bor, pitnosi yo'q, radnoylari ham bor. Bemalol ko'rib olsin. Bizdan bitta krilloda bor, bitta eshigida yoki bir yonboshi, yarmi yo'g'i, undaqa mashinalar yo'q bizda jigarlar. Demak, jentralar ketdi mana hammasi. Mana unisi mana kraska toza ekan. 68 ming yurgan. 23. 2023 ekan. Avtomat korobka, lyuklarigacha bor, hamma narsasi bor. Bu avtomashinamizni ham 1700 bilan qilib beramiz qoralarda. Qoralar. 10 ta qora $1700 1700 bilan qilib beraman. 20 ta oqni 1,5 ming bilan qilib beraman. Yana do'stlar. Vodiylik aka-ukalarimizga 3800, 3,5 ming, 3700 bilan qilib beraman. 3,5 ming bilan qilib beraman xullas vodiylik aka-ukalarimizga. Hamma rasxot ichida. Toshkent shahar, Toshkent viloyatiga bo'ladigan bo'lsa 1700 mayli Toshkent shahar, Toshkent viloyatiga mayli olsinlar 1,5 ming bilan oqini, 1700 bilan qorasini. 9 ta viloyatlik aka-ukalarimizga 2,5 ming bilan qilib beraman. Hamma rasxot ichida. Demak ketdi. 10 ta oqchi, 20 ta oq jentra, 10 ta qora jentra. Mana unda bor-ku. Mana unda Amerikanka faralari bor. Mana unda 4 ta yumshoq balonlari bor. 2023. Masli emas bu mashin. 63 ming yurgan aka. Bu mashinamiz 63 ming yurgan. Qora, benzinda top toza javob mashinga. Kraska Xuddi boya aytganimdek, viloyatlik aka-ukalarimizga 9 ta viloyatga 2,5 ming, 2700 bilan chiqadi. Hamma rasxot ichida. Toshkent shahar, Toshkent viloyatiga 1700 bilan qilib beramiz. Vodiylik aka-ukalarimizga 3,5 ming bilan chiqadi. Ana bu. Mana attida aytib turibman-a, qolib ketayotgan bo'lsa, biron joyi aytinglar, savol beradigan kommentariyada qanaqa aka nimasini aytmayapsiz deydiganlar bo'lsa aytsin.
oylik to'lov 5 million 400 dan jigarlar 5 yillikka. 5 million 9 ta viloyat 2,5 mingdan 2,5 ming 2800 2700 to'lasa. Ha, Toshkent shahar, Toshkent viloyat bo'lsa 1700 to'laydi, 3 yilga 8 million so'mdan tushadi. 3 yilga. Nimasi qolib ketayotgan bo'lsa aytinglar, aytaman uni ham. Hammasi aytiladi. Aytilyapti. Bosh to'lov asosiy nimalarga ketyapti shuni aytib ketsak. Оформление, nomer, texpasporti, zapreti, 5 yillik sug'urtasi, mulk baholashi, komissiya uslugasi hammasi ichida. Mana shu narsalarga xarajat Shu narsalarga ketadi. U mashina narxidan kamaymaydi. Kamaymaydi. Havoga o'chib. Hech qayerda kamaymaydi. Battar bo'lsa bo'ladi, kamaymaydi. Uni Ochiqcha qilib aytmaysiz. aytaman. Mana do'stlar ochiqcha aytilyapti hammasi. Uni aytsa u Qochib ketadi. qochib ketadi deb o'ylaydi. Lekin aka oladigan odamlar olib yotibdi. Shu bugunda o'ziga 21 ta mashina sotdim. Ko'rdik o'zimiz. Ko'z tegmasin, Allohga shukr. Ko'zlaring bilan ko'rib turibsizlar-ku. 21 ta bugun sotilgani do'stlar. Ha, 21 ta mashina sotildi shu bugun. Xo'p, bu Monza avtomashinamiz 9 ta viloyatga bo'ladimi? Toshkent shahar, Toshkent viloyatiga bo'ladimi? 2800 dollar bilan chiqadi. Kraska top-toza, metani bor, 52 ming kilometr yurgan, oylik to'lovi 6 million so'mdan. Mana do'stlar moza kerak bo'lsa. Yana nima deyay? 1,5 atmosferniy motor. 1,5 atmosferniy. Bu yerda Monzamiz bor. Kobaltlarga keyin o'tamiz aka bo'lmasa. Ha, Cobalt Damazlarda maydalaymiz hozir. Vizit Bu Monzamiz ham shunday. 2800 bilan chiqadi. 2700 bilan olib ketsinlar. 56 ming yurgan. Kraska top-toza javob. Biz faqat shuni aytib o'taman aziz yurtdoshlar. Avtomashina xarid qilganlaringizda bosh to'lovingiz barchasi rasxotingizga ketadi, sug'urtangizga. To'lagan pulim qayerga ketdi deb turib o'ylamaysizlar. Keyin bosh to'lovingiz 1000 dollar, 1,5 ming dollar bilan deb turganlarimiz, bu avtomashinani tan narxi masalan 14 ming dollar bo'ladigan bo'lsa, biz sizni bankdan 15 ming dollar qarzdorlikka tiqib, sizni 1000 dollar yetmagan pulingizni bankdan yechib olinadi. Hamma joy shunaqa qilinadi. Bundan battar qilsalar qiladi, bizda ham daji qilib bermaydilar. Battar bo'lsa bo'ladi. Ha. Boyagi rasxotlaringizga bosh to'lovlaringiz ketadi aka-ukalarimiz. Agar sizlar 4 ming, 5 ming yo vodiy xalqiga o'xshab 20% bosh to'lov qiladigan bo'lsalaringiz, unda tan narxidan minus bo'ladi. Lekin 1000 dollar bilan 1,5 ming dollar bilan olib ketayotgan aka-ukalarimiz shuni bilishlari kerak. Bankda masalan mana shu mashina tan narxi misol deyman 13 ming bo'ladigan bo'lsa, biz bankdan 14 ming dollar qilib olamiz. 1000 dollar yetmagan pulini bankdan olamiz. O'sha narsani bilib qo'yishlarini iltimos qilib qolgan bo'lardik. Hamma joy. Hech kim bu gapni aytmaydi. Hech kim aytmaydi. Mana sirlar ochildi Ha, do'stlar. men borini bor aytaman jigarlar. Chunki rizqimni Alloh beradi. Ko'proq pul bilan kelish hojati yo'q ekanda. 70 million, 50 million pulim bor deydi. U kelsa yaxshi naborot. Yo'q, ko'p joyda o'sha tan narxiga urmas ekan. Ha, Xarajat bizda masalan boringki 5 ming bilan 6 ming bilan keladigan bo'lsa, Xo'p. shuni 1,5 ming, 2 ming rasxotiga ketadi. Qolgan puli taniga o'tadi mashinada. Tanadan kamayadi. Ha, tanidan kamayadi. Masalan, hozirgi holatda misol 2 ming to'lab olib ketgan odamlar boringki Gentralarga 180 million qarzi qoldi, ha? Aha. Qo'liga 3 oydan keyin 80 million tushib qoldi, ha? Yoki 30 million tushib qoldi, ha? Xo'p. 30 millionni to'lab olsa, o'sha kundan boshlab ertasi kunidan qolgan puliga foiz chiqadi. Ostatga qolgan pulidan foiz chiqadi. 180 million qarzi qolib turgan bo'lsa, 30 million to'lab olsa, ertasi kuni 150 millionga foiz bilan chiqarib beradi. Boshqatdan grafik chiqarib beradilar. O'zgaruvchi. Shunday, o'zgaradi, grafik o'zgaradi. O'shanday. O'sha narsani bilib qo'yishlaringiz kerak. Har doim aytib o'taman, aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz shu narsani bilishlaringiz kerak. To'lagan pullaringiz demak, rasxotingizga ketayotganidan xabarlaringiz bor. Keyingi masala, biz avtomashinani faqat kraskasi, bor yo'qligiga, probegiga javob beramiz. Menga hali unaqa bir holat bo'lib turgan yo'q. Birov qaytib kelib yotgan, lekin men har doim oldindan o'zimni strixovkamni olib qo'yaman. Akkumulyatori o'lib qolsa bir oydan keyin yoki bir 3 kundan keyin motori ketib qolsa yoki bo'lmasam bir diskasini qirib olsangiz yoki baloni yorilib qolsa yoki bir svichasi ishlamay qolsa, men javob bermayman. Hech kim javob bermaydi o'zi. To'g'risida 70 ming dollar, 100 ming dollarlab mashina olyapmiz.
kalotkasi ketib qolsa 2 kundan keyin bormaymiz-ku. Kalotkasi yetib kelgan ekan, sen meni aldab sotibsan demaymiz-ku. Yoqdimi, oldik. Tamom. U ham bilmaydi-ku kalotkasi qachon kelishini, misol. Almashtirib qo'yadi. Ha. O'shanday. Ba'zi joylarga masalan zavod garantiya bersa ham, mashinangiz buzilib qolsa yangi holatida. O'sha salonlarga olib borsangiz, bahonasi tayyor, ha? Yomon benzin quygansan. Keyin zapravkachini sudga berib, o'tga berib, bir 6 oy yugurib, bir 2 oy yugurasizlarda, 2 oydan keyin qarabsiz-ku, o'sha pul ham kerak emas. Undan ko'ra 5 millionga motor qilib qo'yganim yaxshiroq ekan, jigarlar. Kechirasizlar, biz noto'g'ri manzilga murojaat qilib qo'yibmiz deb yuraveradi bechora odamlarimiz. Shu ahvolga tushmaslik uchun bitta usta bilan kelsak bo'laveradi. Aka, uni bilib bo'lmaydi-da. Рабочий mashinalarni o'ylab ko'ring, masalan, mana sog'lom yuribsiz. Hech narsaga garantiya yo'q-da. Sog'lom yuribsiz. Ertalab turishingizga kimdir garantiya beradimi? Doktor, qaysidir doktor. Hech kim bermaydi. Hech kim garantiya bermaydi. Hali siz bilan bizda zabonimiz bor. Buni zaboni yo'q-ku buni. Buni bilib bo'lmaydi-ku, qayerda bu to'xtab qoladi, qayerda o'chib qoladi, qayerda yamaga qattiqroq tushsangiz bir narsasi qishayadi. Uni bilib bo'lmaydi-da, jigarlar. Garantiya bera olmaydi. Ha, shunaqa. Aka, bu Cobalt narxi ko'tarilib ketmaymi endi? Ha? Cobalt narxi ko'tarilib ketmaymi? Yo'q, paka normal turibdi, lekin o'ynaydi degan gap so'zlar bor. Bor, uje bozor ko'tarildi. Bozor ko'tarildi. Bozor ko'tarildi uje. Salonda shunday berishyapti degan gaplar ham bo'ladi. Yo'q aka. Yo'q. Uni bitta ikkitasi qilib berib turibdi, qilib berdi, hozir endi yo'q. Bo'lsa o'zimizga olardik uni. Ana u kun tekin qo'yib yubordim-ku mashinalarga. 11800. 11800 dan qilib bera olgan bormi? Yo'q, chiqqan yo'q aka. Hech kim qilib bera olmaydi ham. U vizitni ko'tara olmadi hech kim aka. Ko'tara olmaydi ham. Og'irlik qilganda. Chunki menga bergan odamni o'zi ko'tara olmay qoldi. Rahmonali, uka, nima qilib yotibsan sen deydi. Aka, bir mazza qilay dedim. Unda qilma axir deydi. Bozorda sindirib turibsan deydi. Narx-navoni sindirib turibsan deydi. Odamlar panikaga tushib qolyapti deydi. Bugun ham shunaqa qilamizmi aka, xudo xolasa? Inshaalloh. Bosamiz-a? Inshaalloh. Cobaltlarimiz mana aka. Midnight'lar. Style'larda 12700 sotyaptilar bozorda. Yolg'onmi? Xuddi shunday aka. 12700 style sotyaptimi? 12700, 12800. Ha? Midnight'ini beraman 12700 dan. Mana kerak bo'lsa 12700 dan Midnight'ini beraman. Midnight. Bosh to'lovi 9 ta viloyatga bo'ladigan bo'lsa $2800 bilan chiqadi. Boring $2700 bilan qilib beraman. Oylik to'lovi 4.800.000 so'mdan tushadi. Toshkent shahar, Toshkent viloyatiga bo'ladigan bo'lsa $1800 bilan qilib beraman. Ana bo'lmasa. $1700 bilan qilib beraman Midnight'lar. Ana. Nima deyapti? $1700 bilan 3 yilliga. Oylik to'lovini farqi yo'q. Besprabek 25 do'stlar. Ha? Mana 25 besprabek mana aka. Hammasi. Nechta bor bunda? 15 ta qo'yib beraman Midnight. 15 ta. 15 ta. Endi hozir style'ni gapiraman. Saylar enasini ko'rsin aka. Ko'rsatamiz enasini. Qizim buni ushlab tur. Kel qizim, oldimda yurasan. Style Cobaltlar 25. Bu zakolat berildi shu. Xo'p, style Cobaltlarimiz alohida e'tibor beringlar. Yolg'on gapni sevuvchilar uchun, yolg'on gapni quliga aylanib qolganlar uchun. Arzon sho'rvani it tatimas degan naql bekorga emas. Yolg'onni sevuvchilar uchun ikkita joy ochib qo'yibman. Xo'p. Bittasi bu tarafimda, bittasi bu tarafimda. Araliq masofasi juda ham yaqin. Ochiqcha men aytaman. To'g'risi aytmang aka, nima qilasiz deyapti-da. Ko'p joylarda bundaqa holat bor, aytmaydilar. Men aytaman. Chunki rizqimni Alloh beradi. Mana shunday kraskasi bor o'sha mashinalarda. Mana diskani o'rniga Xitoy diska qo'yilgan. Original diska emas ularda. Disk almashgan. Almashgan. Mendan $100 arzon qo'yib qo'yibman, odamlar borib olib yotibdi. Ishonasizlarmi? Odamlarga aytayapman, aka, u Xitoy diska, ular rost gapirib sotmaydi. Pitnosi bor, zavodskiy defekti bor. Siz bilmaysiz. Ustalarda ham, kraska ko'radigan ustalarda ham 60%, aka 70% spor o'ynayman. Bizda kraska tekshira olmaydi. Bizniki normalniy уровень. Normalniy oylik oladi bolalar.
kraska tekshiradiganlar. Biz mana qilib tak qilib yurmaymiz. Apparat Nimaga qo'yib- bilasizmi? Ha. Apparatda bilib bo'lmaydi 100%. Aldaydi Apparatda baribir. o'ylab ko'ring, mana shu kapotda mana shu yoqda kraska bo'lsa, mana yog'ini qilib ketyapsiz. Mana yoqda kraskasi borligini qayerdan biladi u apparat? Bilmaydi. U uchun har 2 santimetrni bunday chiqishingiz kerak. Ignaday qilib teshib chiqishingiz kerak. Aka shunaqa kraska ko'rdik, mana shuncha. Ha, mana shuncha kraska ham bor, ko'rdik. Tangaday kraska. Ha. Buni topguncha ertalab tiqillatib boshlaydi. Mana unday qilib, Kechgacha. mana unday qilib, to'xtang, men bunday qilib, mana bunday ketdi o'sha. Orqaga qaytadi. Keyin bunday keladi, bunday qaytadi. Kechgacha ham ulgurmaydi. Aka kechqurungacha ham ulgurmaydi. Bitta kapotni 1 soatda qilib bo'ladi. Bugun yarmini ko'rdik, ertaga yarmini Ha. ko'rdik. Menda shunday bolalar bor. Xorazmliklar biladi, Burgutko'z deb nom olgan. Kamol Abi deb aytadilar uni nomini. Burgutko'z. Ha, Burgutko'z deb nom olgan. Ha. Bitta qaraydi bo'ldi mashina. Yurib ketayotgan joyda ham. Ha, yurib ketayotgan joyda ham kraskasini Bitta ko'radi. qaraydi. Ya to'g'risi. Любой usta bilan bemalol bellasha olaman. Ishini ustasi ekan. Ishini o'zi usta bola emas. Lekin ustadan yaxshi tushunadi. Master bo'lib ketgan. Ha. Kobotlarimizda, stayllarda, original diskada pitnosi yo'q. Javob beraman. Disk original. Diski original. 12,5 ming dollardan olsinlar. Ana bu. 12500. Bormi? Mendan arzoni bo'lsa, o'zimga olib kelsinlar, sotib olaman. Ana. Yana nima deyay? Agar diskasi original bo'lsa. Diskasi original bo'lsa, pitnosi bo'lmasa, bozorga ham chiqarib qo'yibman, pitnosi bor mashinalarni olib yotibdi odamlar. Aka, bitta ham bola qaytib kelgan yo'q deyapti, olgan odamda. Ha. Mana yer keladi, lekin aka, pitnosi bor mashinam bor, 100 dollar arzon qilib berasan. Ay, yo'q, pitnosi bor kerak emas deydi. Shunaqa. Kerak emasmi aka deyman? Yo'q deydi. Shunday bozorga kiradida, meni mashinamni oldiga keladida. Yangi muka mashinangiz deydi. Nech bo'lsa 12700 esa, buni 12500 qilib bermaysizmi deydi. Ana yerda Rahmonali 12600 sotyapti deydi. Shuni aytsa, "Bo'pti, oling aka, 12550 bering, 12500 beray" deydi. "Oling aka, oling, bo'pti, mayli" deydi. "Pulingiz naqmi?" deydi. "Ha, aformitda" deydi. "Yuring ketdik" deydi. Qayerda ko'rdilaring mashina oladiganlar yonida usta yetalab yurganmi? Yo'q, unaqasi yo'q. Yo'q, kamdan kam. Kamdan kam. Boratda o'sha pitnosi bor mashinamizni olib ketadi. U pitnosi bor mashina menga 12300 ga tushgan. 12,5 ga bolalar sotadi, 200 foyda bor. O'sha odamga rostini aytsa olmaydi. Agar bu rostini aytsa, boshqa o'g'ridan borib oladi. Yana shunaqa pitnosi borini oladi. Ogoh Odamlar bo'lamiz yolg'onni do'stlar. quliga aylandik. Rostgo'y odamni gapiga ishonmay qoldilar. Aldasa. Ha. Ba'zida o'zim garang bo'lib qolaman-da. Qaranglar nima qiladi-da. Bir joyga kiyim olgani bordim. Aha. Ayolimga kiyim olishga bordik. Haliga sotuvchi aytayapti, aka deyapti. Bu kiyimni deyapti. Men deyapti 100 dollardan kam bera olmayman deyapti. Meniki deyapti Turkiyaniki deyapti. Men deyapti undan arzon qilib bera olmayman deyapti. Ana yonbosh do'konlarimga o'ting deyapti. O'shalar 60-70 dollar sotyapti, Xitoyniki deyapti. Ha. Men aytdim, xotinga yur dedim. Bir naryoqlarni ham ko'raylik dedim. Biz ham enamizni ko'rishimiz kerak-ku bir. Shunday boryapmiz. Nargi do'kondan so'rasak, aka deyapti. Mana yonbosh do'konlarimizda 100 dollar turibdi deyapti. Turkiyaniki deb aldab sotishyapti deyapti. Men bilan birga borib Xitoydan olib keladi deyapti. Mana rasmi dedim. Ha, mana kerak deydi, ikkalamiz Xitoyga birga tushganmiz deydi. Ha, aldab o'tiribdi u deydi. Shunaqasi ham bor. Ha. Endi men kallam garang. Qaysi biriga ishonay deyman-da. Bu oldoni qo'shib qolsam ichadi. Bunisi Xitoyga birga borib kelyapmiz deydi. Menga 5 dollar qolsa bo'ldi aka deydi. Men optim sotaman deydi. Tez sotaman. Ha. Deyapman. Mayli deyapman. O'sha odamning oldiga boraylik deyapman. Yana qaytib boryapman. Turkiya degan-ku endi. Ha. Aka deyapman, yo opa deyapman. Siz Turkiya deb turibsiz. Hozir mana yonbosh do'koningizga bir xil turibdi desam, "Uka" deydi. Menga ham 5 dollar qolsa sotganim yaxshi. Yana meni aldaydi-da. Yana aldayapti-da. Yana ishonishdi. Yana kimga ishonishni bilmayapman-da. Ikkalasining narsasi bir xil. Qayerda farqi bor? Aytib bering dedim.
sifatida farqi bor dedi. Ko'rinishi bir xil dedi. Sifat dedi. Keyin biz ham nima qilamiz? Mayli shu rost gapirayotgan ekandir deb keyin garang bo'lib bittasini olib ketamiz-da yana. Xalq ham bechora shunaqa bizga o'xshab garang bo'lib yuribdi-da. Qaysi apresga ishonishni bilmay. O'sha uchun jigarlar men o'zim salonda o'tiraman. Ertalab soat 10:30da kelaman, kechqurungi soat 8-9 gacha shu yerdaman. YouTube'da aytganidek bermasa, bularni shu kun ishdan haydayman. Sizlar bilasizlar. YouTube'dagi gap rost bo'ladi, xudo xolasa shunaqa. Kelaveringlar, javob beraman. Hali Jahongir biron marta uyaltirib qo'ygan joyim bormi? Chiqsin odamlar sizlarga-da mard bo'lib primoy kelinglar. Qani berilyaptimi yo'qmi o'sha aytganimdek? Kelinglar sizlar. Sizlar xalq odamisizlar. Naqasi bo'lgan yo'q hali. Ha, video bilan primoy kelinglar. Men bilan gaplashmasdan. Xuddi shunaqa. To'g'ri emasmi? Saylarni ham bosh to'lovini sindiraymi? Bosh to'lovini 9 ta viloyatga aziz yurtdoshlar. Bosh to'lovini $3000 demaymiz. Tring 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 tring. $2800 ham demaymiz. Tring tring tring. Yani. 2700, 2600 ham demaymiz. Tring tring. Gap yo'q. Sizlar uchun bugun gitaristimizda to'yi bor ekanda, soqqalishdan qoma bolam deyman. Boraver deyman. O'zimiz Yaxshi yigit. og'zaki chalib bor. Ha, og'zaki ham uraveramiz. Bizni xalq shuni ham yaxshi ko'radi. Fonogramma. Velikda kelib aytsak ham yaxshi ko'radi, gelikda kelsak ham yaxshi ko'raveradi bizni xalqimiz. Chunki men xalqimizga borini gapiraman. Ichim kuygandan gapiraman. Men ham narxini bunday aytib, mana do'stlar olinglar deb qo'ysam bo'ladi-ku, lekin sir sinovatlarini bilishlari kerak. 9 ta viloyatga hamma rasxoti ichida $2500 bilan olib ketsin. Tring tring. Hamma xarajat ichida. Hamma xarajati ichida. 2,5 ming bilan. Toshkent shahar, Toshkent viloyatiga stayllarimizda 3 yilliga $1,500 bilan olib ketsinlar. 1,5 ming bilan. Yana nima deyay? Masla Cobalt. Toshkent shahar, Toshkent viloyati 1,5 ming 3 yilliga hamma rasxoti ichida. Vodiylik aka-ukalarimiz bo'lsa 3200, 3,5 ming bilan chiqadi. 2,5 ming bilan bosh to'lovi 9 ta viloyatga. Oylik to'lovi 4,8 dan. Kunlik to'lovi 160 ming so'mdan tushib turibdi jigarlar. 160 ming. 160 ming so'mdan kunlik to'lovi. Foizi boyaga aytganimdek, dehqon tilida gapirganda 13.9, 13.14% dan sumovoy kredit. Valyutini ham sindirdi mana. Ha, mana valyutni deb yurasizlarmi? Mana stayillarimiz. Agar diskasi boyagi Xitoy diska qo'yilgani kerak bo'ladigan bo'lsa, yana $200 arzon qilib beraman. Bormi shunaqasini? Bor. Original disk. Xitoy original diskasini yo'q, rangidan bilib bo'lmaydi. Qachon balon yorib Balon qachonki yorilganda yoki erinmasdan turib o'zi yechganda diskani orqasini qarasangiz, buni diskani orqasida Jem yozuvi bo'ladi. Originali. Originalda. Ha. Xitoydikida bo'lmaydi. Ham yengil bo'lsa kerak Xitoyga. Ha, Xitoydiki o'zi boshqacharoq bo'ladi. Bittada bilinsa kerak. nima qilsa endi? Mana bu mashinamdan 10 ta qo'yib beraman. Qizim bu yoqqa kelib, uyalma, ke. Odamlarni aldab yurganlar uyalsin. Odamlarning haqqini yeb. Bular yo'qmi, qizim? Tobultni ber, o'zimga kelganda aytaman. Boya Tobultni ber, ana qizim, olib ber. Bular arzonroq chiqadimi aka? 10 dona qo'yib beraman. Respublika bo'yicha vizov. Ketdi ana do'stlar. Tayyor turinglar. 25 besprabek. Bosh to'lovini 9 ta viloyatga bo'ladigan bo'lsa, mayda chuda qilib o'tiribman. $2000 bilan beraman. 9 ta viloyatga 9 ta viloyatga. Toshkent shahar, Toshkent viloyatiga bo'ladigan bo'lsa, bosh to'lovini mayda chuda qilib o'tirmay $1200 bilan berib yuboraman. Hamma rasxot ichida. Bormi menda arzon qilib beradigan bosh to'lovini? Vizov respublika. 25 besprabek teshilmagan jigarlar, teshilmagan. $1200. Avtomat korobka. Atiga prostoy diskada. Oddiy kalpeda. Oddiy prostoy diskada yumshoq balonda. Endi bu naqdga. Naqdga 12200 dan beramiz. 12200 dan. Bore 12100 dan olsinlar, xalqim, 12100 dan olsinlar. 10 ta. 10 ta qo'yib beraman.
Gentralarimizni demak aytdim. Labolarga keldi. Ukalarim, labolarga keldi, pul toparga. Non toparga keldi. Bu mashinamizni eshigi ochiq qolib ketibdi. Chala. Chala yopilgan. Bor bolam ana. Ko'rdingmi? Ochib ham yordim. Ko'rdingmi? Oldin ishlagansizmi deymanda bu sohada. Ana endi yopildi. 2025 Yangida hali rezinkalari yopilish qiyin bo'ladi. Xo'p. Bu avtomashinamizni 9 ta viloyatdan keladigan bo'lsa aka-ukalarimiz $1800 bilan qilib beraman. Oylik to'lovi 3 milliondan 2 million 990 ming so'mdan. 3 million. Kuniga 100 ming so'mdan. Hamma rasxot ichida, nomiga o'tishlarigacha Toshkent shahar, Toshkent viloyati bo'ladigan bo'lsa, mayda chuda qilib o'tiribman, $1,500 bilan beraman. iPhone'ni puliga, Labo. Telefonni puliga labo. 3 yilligi 4 million 300 dan tushadi. 5 yilligi bo'ladigan bo'lsa, $1,700 bilan chiqadi. Oylik to'lovi 3 million 175 ming so'mdan. Agar 9 ta viloyat, Toshkent shahar, Toshkent viloyatiga bo'lsa, $1,800 bilan oylik to'lov 3 milliondan tushadi. Naqdgacha aka, naqd. Vodiyga bo'ladigan bo'lsa, $2,500 bilan chiqadi. Oylik to'lovi 2 million 600 ming so'm shu atrofdan tushadi. $200 dan tushadi. Bosh to'lov ko'pligini hisobiga-da. Shunday. Oylik to'lov zo'r bo'ladi. Naqdga mayda chuda qilib o'tiribmiz, $7,700 dan olib ketsinlar. Mendan arzon joy bo'lsa aytinglar. Undan o'shandan arzon qo'yib yuboraman. Aka bozorda 7700. 7600 lardan ham ko'rdik. 7600 danmi? Ha. Bozorda bor. Boyaga aytganimda Pitno bori bor. 7550, 7500 qilib beraman men undaqa mashinada. Zadni mosini almashtirib olib kelyaptilar. 20 ming yurgan mashinlarnikini bilmaydilar. Ishonavering. Bitta eshigi almashgan. Mana shu joydan urgan bo'ladi. Boshqa laboni eshigini qo'yib sotib o'tiribdilar. Ko'rib o'tiribmiz. To'g'risi, mana Namanganda misol kesib sotadigan zapchast joyi bor. Xohlagan detalingiz bor. Xolasangiz mana eshik bor. Yangi turibdi. Xolasangiz unisi. Xolasangiz bu eshigi bor. Xolasangiz borti bor. Xolasangiz kuzovda o'zi bor. Shuni hisobiga arzon bo'lishi mumkin. Arzon. Qancha qilib beramiz shunda? Aka, 7400 dan bo'lsa olib kelsinlar. Olib qolasiz. Ha, olib qolaman. 7600 dan qilib beraman. 7600. Aniq narsa beraman. Kraskasi 100%. Javob beraman. Bozorga chiqarib qo'yganlarimiz bor. Mana shunaqa joyda Pitno kraskasi bor. 7600 qo'yib qo'yibmiz. Borib bemalol olib ketaversinlar. U radnoy deyiladi. Aytilmaydi. Bunaqa Pitnosi bor narsalar aytilmaydi. Zavodskiy defekt deb qo'yadilar bilsalar. Mashina ortib kelguncha bittasi Pitno tushib qoladi. Ha, shunaqa aka. Damazlardi. Damazlarda. Qizim, bu yoqqa qochma, nimaga qochasan? Qochasanmi? Uyalasanmi? Yaxshi. Damazlarda 9 ta viloyatdan bo'ladigan bo'lsa, bosh to'lovini $1950 bilan qilib beraman. Hamma rasxoti ichida. Toshkent shahar, Toshkent viloyati bo'lsa, $1850 bilan qilib beraman. Oylik to'lov 2 million 900 ming so'mdan tushadi. 2 million 900, 3 Agar million emas. Toshkent shahar, Toshkent viloyati bosh to'lovim kamroq, oylik to'lov balandroq bo'lsa ham mayli desa, $1200 bilan qilib beraman. Hamma rasxot ichida. Mendan arzon joyi bo'lsa grafik olib kelsinlar. O'shandan arzon qilib beraman. Qilib bermasam, o'sha mashinadan $1000 kamiga beraman. Gap yo'q aka. Qilib beraman dedimmi, qilib beraman. Javob beraman. Naqdga qanaqa qilib beramiz aka? Ha? Naqdga. Damazdimi? Ha. 7,5 ming qilib beraman. 7,5. 7,5 ming qilib beraman. Ketdi endi bu yog'iga. 7300, 7400 bor deganlar bo'lsa, sarson bo'lib yurmanglar, olib kelinglar, optim olib qolaman. Olib kelinglar. Lekin duxlaring yetsa olib kelinglar. Tekshirib ko'rib olaman. Bugun kechki zakat olingan mashina mana yig'ib. Mana zakat olingan mashinalar kechqurunga hali, mana. Tiqilayotibdi mana. Sal teparoqda oling, nechta mashina zakat olingan mana aka? 5 ta. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta. 6 ta turibdi. Kechqurunga bu zakat olingan. Kechgacha Xudoga shukr 21 tani
qarsillatdik. Dokumenti bitta ularda. Shunday. Boyaqishayotganda kankillatib sotamiz. Shunday. Aka bu Mersan BMWga o'tdingizmi? Ha, BMW ham oldik endi. Uni endi bir yangilik qilib qo'yib yuboramiz, xudo xolasa. Bir yuvdirib tozalay endi uni. Bichoyligina qilib qo'ygan vaqtimda Ha? Yana like bosib qo'ysam endi bunga. shunday. Mana do'stlar. Qulluq bo'lsin deb Oldik yozib mana qo'yamiz. shuni mana. Bu qanaqa model? Moshin top-toza, birovning uyida turgan moshin. Birovning uyida turgan moshin, top-toza moshin. Prosta moshinga shuni o'tirdim, maza qildim. X5 mi deyman? X5. Bugun oldim. Buyursin aka. Xursandchiligimni sizlar bilan baham ko'ryapman. Hammaga nasib. Iloyim mani kuzatib turgan aka-ukalarimga, opa-singillarimga buyursin shunaqa moshinlar. Aka buni yuvish kerak endi. Inshaalloh. Bosh to'lovsiz bironta moshin qilib bermaysizmi? Bosh to'lovsizmi? Yo'q aka, bosh to'lovsiz qilib bermayman. Qo'lani puli. Nimaga deng? Sabab. Bosh to'lovsiz qilib bergan odamlarim uyaltirdi. Piyozga puling kuymasa, ta'mini sezmas ekansan deydi-ku. Puli kuymagan odam piyozni pisand qilmas ekanda. Tushunib turibsizmi? Ha. Puli kuymagandan keyin bittasini eri keldi, xotini keldi urush qilib, erimga nima uchun bosh to'lovsiz moshin berding, bu to'la olmaydi deb turib. Ha, bunaqa joyi ham bu. Ha. Ha, bittasini ikkinchi xotini keldi. Ha, bu eri xotin deydi, birinchi xotini bu deydi, ishlasani tushunmaydi deydi. Ha, bittasi 25 yoshar balani do'ng'izday balani. Nima deyiladi? Qo'ng'izdaymi? Do'ng'izday deyiladi? Kattanimi? Ha, kattaroq bola nima deb Kattaroq. aytiladi? To'ng'ich. To'ng'izday deb bizda prikol qilishadi-ku, to'g'rimi? Yo'q, ho'kizday bolani. Ho'kizday. Ha. Ho'kizday bolani onasi kelib turibdi, bu yosh bola dedi. Necha yosh bola desam 25 yoshar. Yosh bola ekan 25 yoshar. Bu o'ylamagan olgan ahmoq dedi, qayerdan to'laydi dedi. Mana bizning xalqimizga bosh to'lovsiz desangiz, shunga kerakli bo'lgan odam bor, keraksiz odamlar ham olaveradi bizda. Ishoning. Sigaret bepul deng. Misol, chekmaydigan ham oladi. Bepul Ha. ekan-ku. Bepul ekan deb. Hozir bosh to'lovsiz bo'lsa, to'lamaydigan Men odam chet ham bor. davlatlarga bordim. Bizda musulmonchilik deydi. Ana shu musulmonchiligi yo'q davlatlarga bordim. Hop. Aka ovqatlarni sveji, ortib qolgan narsalarni ko'chaga xolodilnik qilib, xolodilnik yaltirab turibdi. Meni uyimdan ham toza turibdi xolodilnik. Yo'q, Chiroyli qilib qo'yibdi ovqatlarni. Qiynalgan nochor odamlar o'zlari borib shuni ochib, o'zlari olib, o'shani haqqiga duo qilib ketyaptilar. bepulga. Ha, qiynalgan odamlar. Ha. Imkoniyati yo'q. Ishoning bizda bor-ku, qiynalmagan odam ham borib oladi agar qo'yib qo'ysangiz. Oladi. Nima qilibdi deydi? Bepulga Bolam deydi. yetdi deydi. Ha. Qiynalib turgan insonning haqqini qo'rqmay yeb ketadiganlar bor. Ishonasizmi? Ehson to'g'risida bu yerga telefon ham qilib o'tirmasinlar, kelib ham o'tirmasinlar. Men shuni aytib o'tishim kerak. Men banisalarni, Aha. nochorlarni xabarini o'zim borib olaman. Instagramda bitta video ko'rdik aka. Nech pul qo'yilgandi? Yaxshi chamadonda. Yaxshigina pul bor. Yaxshigina. Ha. Bu YouTube'dagi obunachilar ham yutadimi uni aka? YouTube'dagi obunachilarimizga Instagram bizda Leader After City kanalimizga o'tib obuna bo'lishlari kerak. Aha. Ko'z oldilaringga banisalarga borib tarqatamiz birga. Uka, Ehsonni mukofoti Ehson deydi. Xuddi shunaqa. Ehsonga ergashsalaring, sizlarda ham ehsonlaring bo'ladi. Nimaga? Ba'zi pulni pachka qilib yotib, hali o'limni bo'yniga olmaydigan odamlar bor. Bloglab yotibdi. Qani o'shalar borib bir banisada og'ir ahvolda yotgan. Men bilasizmi, bitta narsa aytib beraman-da, jigarlar, kenglar. Bitta narsa aytib beraman. Aka charchamayapsizmi? Bitdimi? Ha, qarabozor olib ketamiz. Siz qayerdan? Qo'rg'on, Qayerdan? Romitandan. Romitandanmi? Nima mosh oldingiz? Labo. Labomi? Qanday bityaptimi? Yo'q, zo'r bo'lamiz.
Kamchilik yo'qmi? Yo'q, yo'q. Men qimmat sotaman hamma joyda, bilasizmi? Yo'q, unga Qimmat sot. Yo, behazil. Hamma zo'r bil. Endi ayting aka, qarang. Boshqa joylarda ham ko'rdingizmi yo'qmi? Ko'rdim. Qayerda ko'rdingiz? Mayli nomi, Mush- salonning nomini aytmang. Bozorda ko'rdingiz. Yana boshqa salonlarda ham ko'rdingizmi yo'qmi? Mush bozorlarni ham ko'rdim. Nima uchun bizdan oldingiz? Bizga ishonchli bo'lgani uchunmi yoki arzonroq bo'lgani uchunmi yoki Yo'q. qo'rqdingizmi? Yo'q, arzon ham bir dardim bu ishonarli joy. Aha. Shu uchun dokumentni ham tahlil bergani uchun bizga she'riyasiz dedim. Bozorda sizga qanaqa oylik to'lov, bosh to'lov aytishdimi, aytishmadimi? Aytishdi. Ha. Faqat menga dushanba kuniga ish nimalarni tahlil beraman. Dushanba kun dedimi? Nimaga bugun qilib bera olmadimi? Yo'q. Nima uchun bizda qilib berishdimi? Ha, hammasi boy o'ynayin deb chiqib ketamiz yerga. Bugun nechta mashina sotildi deb o'ylaysiz aka? 4 ta ketdi o'sha yerda. O'sha yerda o'zidan, ha? Bugun salonimda nechta mashina sotildi deb o'ylaysiz? Общий. Ha, bir 10 ta sotilgan. 10 ta? O'ntadan ziyod. Joningiz sog' Siz bo'lsin. ko'rganingizda. Ha. Ha. 21 ta mashina sotdik shu bugun. Yo'q, men ko'rganim 10 ta sotilgan. Ko'zingiz oldiga. Ha. Soat nechida keldingiz? Men soat 2 larga keldim. Obedda, ha? Obeddan keyin. Obedgacha bozor aylandingiz. Ha. Uyga ketib turdim. Endi to'g'risini ayting. Xo'p, ular dushanba kun qilib bera olmas ekan, qilib berar ekan. Bugun qilib bera olmadi. Yo'q. Shanba kuni bugun. Shanba- Bizda shanba ham bankalar ishlaydi, ishlamaydi. bozor ham ishlaydi. Ha. Bizda hammasi ishlaydi aka. Ustasiga farqi yo'q deydi. To'g'rimi? To'g'ri, rahmat, ha. Sizlar Endi qarang, bozordan men arzonmanmi, qimmatmanmi? Ayting. Arzon. Arzonmi? Arzon. Seryozni? seriyoz. Alloh ko'rib turibdi, ha? Ha, xudoga ishonamiz. Men qimmatchiman deyman-da, ne bor? Yo'q. Rozimisiz? Roziman. Xursandmisiz? Ha, xudoga shukr. Yaxshi Alloh kunlaringizga buyursin rahmat. aka, to'ylarga Sog' bo'ling. buyursin. Rahmat. Joningiz sog' bo'lsin aka. Rahmat. Omadingizni bersin. Rahmat. Mana bu akam ketayotganda chiroyli qilib kuzatib yuboringlar. Kamchilik bo'lmasin. Shular dehqon odamlar meni deb kelib turibdi. Qaranglar odamlar, men qimmat sotaman deyman, naborat arzon deyapti mana. Ko'ryapsizlarmi? Sarson bo'lib yurmanglar. To'g'ri lider avtositiga kelaveringlar. U dodvoy qilib turgan joylarda bir 2-3 tasini o'zim ochib qo'yibman. Prosta mashka bolalarni noiloj, aka ishingiz bo'lmasin, biz ishimizni qilaylik, siz soqqangizni oling deb qo'yibdilar. Men to'g'risi o'shalarni qoldirib mana yerda yopmoqchi edim. Lekin meni so'zlarimga ishonadigan, o'sha xalqimda aldamasligimni biladigan odamlar uchun shu yerda ochib qoldirdim o'sha. Ochiqcha gap. Ha. Boya bitta gap aytib bermoqchi edim, ha. Chala qoldi boya gap. Keling bitta gap aytib beraman. Menga iloji bo'lsa bitta suv bersalaring duo qilardim. Choy, issiq choy bersalaring. Xudo rahmatli dadajonimni Zhukovskiy больницаga yotqizdim. Больницаga yotqizdik. Operatsiya bo'lish kerak bo'ldi, og'ir ahvolda edi. Bizga qo'l qo'ydirishdi. Operatsiyadan chiqishi ham mumkin, chiqmasligi ham mumkin. Choy. Boyagi qilib bergan choyingiz juda achchiq bo'lib ketibdi. Bilaman, achchiq bo'lib ketdi. Sal suyuqroq qilib bering. Nima qilsangiz qiling. Bular bitta gap tushunmaydi. Bularga Amerika inglizcha gapirish kerak. Endi qaranglar. Dadam og'ir ahvolda, bizga doktorlar aytishdi, operatsiyadan chiqishi ham mumkin. Iltimos nariyoqqa borib taqillating. Choy desam suv berdilar. Astag'firulloh, astag'firulloh. Xo'p. Og'ir ahvolda edik hammamiz, tushkunlikka tushib qolgan hamma, bitta men qo'rqmay turibman. Xudoni aytgani bo'ladi deb turibman. Qo'l qo'ydirdilar. O'sha yerda operatsiyadan chiqishi ham mumkin, chiqmasligi ham mumkin deb turib, biz rozi bo'ldik, qo'l qo'yib berdik. Hammamiz tushkun ahvolda, dadam yarim soatda o'tini oldirish kerak bo'lgan operatsiya bu 6 soat davom etdi. O't 1 oy oldin yorilib ketgan. Dadamda sahri bo'lganligi tufayli bironta больница, bironta doktor, bironta apparat hech narsa bilmagan. O'ti yorilib ketganligini. Faqat oshqozonida problema bor, o'tida yaxshi ishlamayapti deb ukol dorini uraverdilar. Oxir oqibat o'sha Zhukovskiy больницада barakat topishsin, topishdilar. Bu yerda juda ko'p больницаlarga yotqizdik, olib bordik, o'sha apparatlarga tushirtirdik, millionlab to'ladik, hech qaysi bilgan yo'q. Xullas. Shu больницада bilishdi, shu больницада operatsiya qilishdi. Allohga tavakkal qilib, dadam 6 soat operatsiyada yotgan vaqtida
onam keldi oldimga, o'g'lim, senga bitta narsa aytsam dedi. Xo'p, onajon, ayting dedim. Mana shu ikkita bolani ko'ryapsanmi? Sizlar qatori bola dedi. Surxondaryodan ekan dedi. Shu bolalar dedi, necha kun bo'pti hali ovqat yemabdi dedi. Nimaga onajon desam, otasini operatsiya qildiribdi dedi. Otasini operatsiyasiga pullari ham yetmagan, dori-darmonga ham puli yo'q. Faqat Xudodan najot so'rab o'tiribdi ekan dedi. Men so'rasam dedi, xolajon 2 kun bo'ldi, bir joy yotgan, uxlaganimiz ham yo'q, uxlaydigan joyimiz ham yo'q deb aytdi dedi. Shunaqalar ham bor. Ha, shunday dedi. Xo'p, onajon dedim, chaqirdim shu ikkita bolani, haqiqatdan 2-3 kun shu больницада yotganlar, даже cho'milishga sharoit yo'q, даже ovqat ham yemaganlar. Uyalib turibdi ikkita bola. Yo'q aka, hammasi yaxshi, normalniy deb turibdi. Xudoning endi aytgani bo'ladi. Dadamni kutib o'tiribmiz. Dadam endi sog'ayib qolsa, moshin bilan olib ketishga ruxsat bersalar, olib ketamiz aka deb, mana shunday qilib turibdi ikkita bola. Aka uka ikkalasi ham. O'zimni Surxondaryoligim. Shunaqa uyalib ketdik, shunaqa uyalib ketdim. Millat shunday puli bor insonlar bor. Haqiqatdan shular muhtoj bo'lib turibdi, ikkita bo'z bola. Ko'rinib turibdi, bittasi shu 85, 87, bittasi shu 90-yillar atrofi ikkita bola. Umuman imkoniyat yo'q. Oxirgi imkoniyatigacha to'laganlar. Yo'q boshqa imkoniyati. O'sha bolalarni men o'zim kvartiramga yuborib, boshqa kvartiralarim ko'p, Allohga shukr, shofyor berib, olib keltirib, men minnat qilmoqchi emasman. Maqtanish emas. Ibrat bo'lish kerak, sal e'tiborli bo'laylik. Shunaqa. Ko'zimizda ana shira bosib qolmasin, ko'r bo'lib qolmasin degan maqsadda aytayapman. Onajonim shuni e'tibor bergan ekan, umri uzoq bo'lsin. O'sha ikkita yigitni yuvintirib, cho'miltirib, boshqa qilib, qo'liga pul berib, akamlar berdi, pochcham berdi, ukam berdi, men berdim. Bolalar yig'lab duo qildi-da. Bu yoqqa bolam sen mana yerdan keyin. Aka dedi, shuni ishlatdi. Otam sog' qolar, mosh omonatini topshirar, bilmadiku dedi. Bu qilib turgan yaxshiligingizni dedi. Albatta bir kun emas, bir kun qaytaraman. Men sizni topaman o'zim dedi. Men aytdim, uka dedim. Menga qaytarishing shart emas, menga Xudo bergan dedim. Zo'r bo'lib ketganingda dedim. Qiynalgan oilalarda, qiynalib turgan insonni ko'rganingda dedim. Yordam berish esingdan chiqib qolmasa bo'ldi uka dedim. Boshqanisi kerak emas sendan dedim. Shunday dedim, bolalar ko'z yosh, ko'zida yosh, yig'lab. Xullas, addushi duo qilishdi shu bolalar. Shu bolalarni ko'z oldimdan hozirgacha ketmaydi. To'g'risida jigarlar, sal e'tiborli bo'laylik. Qiynalib turgan haqiqiy muhtoj insonlar bo'lsa, qo'ldan kelguncha yordam beraylik degan maqsadda aytayapman. Shunaqa. Ko'zimizni ko'r qilib, o'zimizni bilmaganlikka olib ketmaylik. Bir restoranga o'tirsangiz yeysiz $100, $200 jigarlar. Qiynalgan oilalarga qo'ldan kelguncha shu e'tiborli bo'laylik degan maqsadda aytayapman. Demak, mana aytib tushuntirdim. Hammani omadini bersin Allohim. Haligi yolg'onchi salonlar ochib qo'yibmiz. Yolg'onchi salonlarimizga borib aldanib qolmasinlar. Shu $100-200 arzon olmoqchi bo'lsalar, mayli boraversinlar. Chunki o'sha yolg'onni quliga aylanib bo'ldi hamma. To'g'risi, ko'pchilik. Roz gapirsa ishonmay qoldi-da. Mayli, meni savdom Xudoga shukr 5 ta sotsam ham zo'r. Men buni savdom oshishi uchun aytib turganim yo'q. Prosta ko'z oldimda bechoralar Xitoy diskada kraskasi bor mashinada olib ketyaptilar. Yangi mashin, lekin kraskasi bor. Xursand bo'lib olib ketyapti. Oh, jinni deymanda. Ichim achiganidan gapiraman. Ichim achiganidan gapiraman-da. Aka, e'tibor bermang bularga dedi. Siz yonmang dedi. U bolalarda. Aytsangiz baribir bular yaxshilikni bilmaydi. Olmaydi baribir aytsangiz. Buni kimdir olish kerak-ku dedi. Rostini aytsangiz olmaydi, hech kim olmaydi dedi. Lekin baribir kimgadir tiqishimiz kerak-ku buni dedi. Boshqa salonlarimda o'shanday bosib yotibdilar. Bozordan ochib qo'yibmiz joy, indeksdan ochib qo'yibmiz. Keyin ikkita yon atrofimizda shu atrofda
salon ochib qo'yibmiz. Nomlari boshqa-boshqa bosib yotibdilar. Mabodo o'shanaqa mashinalar kerak bo'lsa, aylanib borib ko'ringlar. Qo'y ko'r, aylanib ko'r, o'rgilib ko'r deydi. Qo'y ko'r. Qo'y ko'r. Jonlaring omon bo'lsin. Halollik biznesdan ustun degan shiorimiz ostida har doim ish olib boramiz. Shunday. Xafa bo'lmaysizlar. Qo'shtirnoq ichidagilarga tegishli bu gaplarim. Yaxshidir achchiq haqiqat, lek shirin yolg'on yomon. Ey do'stlarim, o'sha shirinlarga aldanib qolgan yomon. Jonlaring omon bo'lsin, sizlarni yaxshi ko'raman. Instagramga o'tinglar. U yerda normalniy pul qo'yganman. 10 ta obunachiga alohida yutuqlar beriladi. Qolgan pulini oqqon kasallar bilan va rak insonlarda больницаga borib o'zimiz xabarini olamiz. Salonga kelganida foydasi yo'q. Sizlarni Lider Avto City'da kutib qolamiz. Bu aksiyamiz 6-iyungacha ta'sir qiladi, destvit qiladi. Sog' bo'lasizlar, salomatlikda ko'rishguncha deb qolamiz. Yana bir narsa edi aziz yurtdoshlar, musofirda yurgan aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz, tanijonlaring sog' salomat bo'lib, farzandlaring, aka-ukalaring, ota-onangiz bag'riga sog' salomat yetib olishingizni Allohdan so'rab qolamiz. Sizlarni yaxshi ko'ramiz. Sog'likda yana ko'rishguncha deb qolamiz. Sog' bo'lasizlar.